Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: har bir insonning, har bir odamning unga shaxsan biriktirilgan shaytoni bor. Uning ismi Qorin va mana shu shayton bu insonga butun umrga biriktirilgan va bu juda ham ochiq va sahih hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu hadisni aytganlarida sahobalar radhiyallohu anhum aytishdi: hatto sizda hamma ey Allohning rasuli? U zot aytdilar: ha, hatto menda ham. Lekin menga biriktirilgan shayton islomga kirdi. Demak, payg'ambarlarga biriktirilgan Qorin Allohning elchilariga, ularga Allohning salom bo'lsin. Allohning elchilariga biriktirilgan qorinlar, ular islomga kirishgan. Lekin ulardan tashqari har bir odamning kofir shaytoni bor. Mu'minlarning onasi Oysha radhiyallohu anha aytadilarki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tunda mening hujramdan chiqib ketdilar. Shunda men rashkni his qildim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytganlarida u zot Oysha onamizning yuzlarida rashk alomatlarini ko'rdilar. U zot buni his qilib aytdilar: "Hoy Oysha, sen meni rashk qildingmi?" U esa ha dedi. U zot aytdilar: "Hoy Oysha, shaytoning keldimi?" U zot sening shaytoning dedilar. Sening shaytoning oldinga keldimi? Shunda Oysha onamiz radhiyallohu anha: "Ey Allohning rasuli, mening shaytonim bormi?" dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: har bir odamning shaytoni bor dedilar. Oysha onamiz radhiyallohu anha: hatto sizning hammi, ey Allohning rasuli dedilar. U zot: ha, hatto men bilan ham. Lekin u islomga kirdi. Demak, payg'ambarlardan tashqari, ularga Allohning salom bo'lsin, har bir insonning shaytoni bor. Uning ismi esa Qorin va bu Qur'onda ochiq bayon qilingan. Unda Alloh aytadiki, biz ularga yaqinlarni biriktirib qo'yganmiz. Va bundan tashqari, bir nechta sahih hadislarda har bir erkak va ayollarning ular bilan birga yuradigan qorin shaytonlari borligi kelgan. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilgan go'zal bir hadisda u aytadiki, har bir odam bolasining yonida bir farishtasi va bir shaytoni bo'ladi. Farishtaning teginishi bor va shaytonning teginishi bor. Farishtaning teginishi bu insonni yaxshilik qilishga undab, ruhlantirib va yomonlikdan qaytarib turadi. Va shaytonning teginishi esa har birimiz bilan bo'lgan xos shaytonning teginishi bu insonni odamlarni yomonlikka chaqirishga undaydi va bu insonni yaxshilikdan uzoqlashga targ'ib qiladi. Shunday ekan, min sharril vasvasil xonnas, berkinib ko'rinib turuvchi vasvasachining yomonligidan panoh so'rayman oyati. Bu har birimiz bilan bo'lgan shaytonning vasvasasidan panoh so'rashga kiradi. Bu shaytonning qiladigan ishi to'xtamay sizga vasvas orqali hujum qilishdir. Sizni yomonlik qilishga buyuradi, yaxshilik qilishingizdan qaytaradi. Yomon o'ylarni, xayollarni qulog'ingizga pichillaydi va u biriktirilgan insonning qalbini va xayollarini egallab olib boshqarmoqchi bo'ladi. Boshqa tarafdan esa farishta ham odamni bularning aksiga buyurib turadi. Lekin har bir insonning iymoniga qarab, bu farishta va shayton o'rtasidagi jang inson qaysi tarafga oqib ketishi bilan hal bo'ladi. Inson har bir ish qilishda unga albatta ikki xayol keladi, yaxshi va yomon. Qil yoki qilma. Inson esa oxir-oqibat o'zi tanlov qiladi. Agar solih ishni qilsa, farishtasi yutib chiqadi. Agar osiy bo'ladigan ishni qilsa, shayton yutib chiqadi. Har safar shayton yutaversa, bu inson Allohdan juda ham uzoqlashib ketadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, shayton, ya'ni har bir insonga biriktirilgan shayton insonning qalbiga o'tirib oladi, ya'ni qoplab oladi. Bu inson Allohni zikr qilib, uni eslaganda, bu shayton shu zahot qochib ketadi. Shunday ekan, Allohni eslash bilan shayton qochadi. Lekin inson Allohning zikridan uzoqlashib ketsa, unda shayton yana qaytib keladi. Bu shayton siz bilan erta-yu kech birga bo'ladi. Iblis undan sizni qanchalik adashtira olgani haqida hisobot oladi. Siz nima qilsangiz ham, mashinangizga o'tirsangiz, uyingizga kirsangiz, ovqatlansangiz, kiyimingizni alishtirayotganingizda ham u oldingizda bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan: agar ovqatlansangiz, Allohning nomini aytib boshlanglar. Shunda shaytoningiz luqmangizga aralashmaydi. Uyga kirsangiz, Allohning nomi bilan kiringlar. Shunda shaytoningiz ko'chada qoladi. Hattoki ayolingizga yaqinlik qilsangiz ham bismillah deb boshlang. Bo'lmasa shaytoningiz tug'ilgan bolada mening ham ulushim bor deb da'vo qiladi degan mazmunda hadislar kelgan. Shunday ekan, doimo Allohning zikrida yurish bizni bu shaytonning vasvasalaridan va boshqa yomonliklardan himoya qiladi.